Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Kecha vokal darsini so'rab yozganlar juda ham ko'p. Orasida aniq yozganlar ham borda. Men rosa qiziqaman vokalga, lekin ovozim yo'q. Nima deb o'ylaysiz, chiqarsa bo'ladimi meni ovozimni deb? Albatta chiqarsa bo'ladi. Hammada ovoz bor. Faqat uni ishlash kerak. Hammada talant bor. Xudo tarafdan bergan. Faqat uni ishlab rivojlantirish kerak. Biz aytgan mashqlarni bajarsanglar, qiziqib, o'rgansanglar, albatta ovozinglar chiqadi. Bizda bo'lsa pianino darslari juda ham qizg'in ketyapti. Sizlarga har bitta darsni hozir ko'rsataman. Mana bu yerda Hasan o'quvchimiz hozir sizlarga taniqli bo'lgan muzika chalib beradi.